Assalamu alaykum qizlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Bugun yana yezirin kelgan ko'rtatlarimning davomı. Yani yerime desem bulduk. Yine kavlarımı battı. Kavlarımdan zaten 10 yığılıp geldi. Tatlı kavsalam. Belki bana sorularım buldu. Bunca köp şeyleriniz qanday saqlaysiz deb. Ben ötken qatımlıqda salçı qilib etdim. Bu qatımlıqni men bunu aqlab, urug'ini qilib, xaltalarga silib, to'ng'atqadan muzlatg'ayaga muzlatdim. Keyin edib shatkili bo'ldi, chunki bu odatda suluq lazım. Buni tamoq ishitdim yoki dolma qilma. Bunun qilish usulini sizlarga ko'rsatdim zaten yaqinda. Buni yağda qizartib yesek yaxshi ta'min no'chi bo'ldi buning. Qatiqlar bilan yağda qizartib yesin bo'ldi. Yoki bo'lmasa buni men tamoq ishitib etdim yoki muzlatg'ayaga silib etdim. Patlıcanның tamak bizning Uyg'ur saylimizdan boshqa intilgan nurg'un qiymi bilan qilgan kaboblari, fırında har xil no'ch yemekliklar bor. Buni sizlar bilan yaqinda o'rtoqlashishni. Ha qizim? Kichkina qizim. Anadan keyin bu bo'lsa, buni o'tgan qatim men salch qilib etgan bek achchiq, ya'ni bizning dapanjining lazizdek. Buni men o'g'zamga chiqib quritib qurgandan keyin so'qib undek yog'mich qilgan lazi tayyorlayman. Shu kichiklarda quritib etim bularning hammani. Agar buni quritsanlar bo'ladi. Men ochiq bo'lsin desanlar, shu kichikini quritsanlar bo'ldi. Agar ochiq bo'lmasin desanlar, buni quritsanlar bo'ldi. Buning ikkidan quritishim mumkin, ya'ni. Buni men cho'ngini adalab quritdim, kesib, lekin men kichiklarni adalamay esiplam quritdim bu holatda. Yana inshaalloh yaqinda yani yeni videolar bilan qarashinglarda. Yana bir narsani, voy maşallah o'g'lim. Oldimizda arab tilini davomlashtirma. Vaqtim yetmay qoldi. Arab tilidan 2 dars bo'lib to'xtab qolgan. Uni davom qiladi Alloh xolasa. Yana boshqa yangi mazmunlarni davomliq bo'ladi.